Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda endi biz S harfini o'rganamiz. S harfi mana ko'rib turganingizdek yozilishi mana bunday shaklda yoziladi. O'qilishi S, so'z boshida S, lekin Y bilan yasaladigan mana bunday unlilar bilan kelsa Sh deb o'qiladi. Pachchimda kelsa esa T deb o'qiladi. Mana misollar mana bu holatda Sa deb o'qilyapti, bu yerda esa Shi deb o'qilyapti. Sababi S dan keyin I harfi kelgani uchun mana bu yerda yoki shyo deb o'qiladi, Y bilan keladigan unli, Y bilan yasaladigan unli bilan kelgani uchun va pachchimda esa T deb o'qiladi. Buni endi amalda ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, S harfi o'zi yozilishi juda oddiy yoziladi. Bitta chiziq tortiladi va mana bunday tortiladi. Shuni o'zi S deb talaffuz qilinadi. Agar boshqa unlilar bilan kelsa, I yoki Y bilan yasaladigan unlilardan tashqari holatlarda kelsa, demak doim S deb talaffuz qilinadi so'z boshida. Buni talaffuzi masalan S A deb talaffuz qilinadi. Sotib olmoq fe'lining o'zagi hisoblanadi. Demak, endi agar bu S harfimiz I bilan keladigan bo'lsa, bu yerda endi esa Si emas, Shi deb talaffuz qilinadi. Shuning uchun Koreyada masalan CU degan magazin bor, 7-Eleven ga o'xshab. Buni koreyslar hech qachon CU demaydi-da, Shiyu deyishadi. Ma'lumot o'rnida aytib ketyapman. Demak, keyingi harfimiz, mana shu harfimizni davom etamiz. Demak, bu yerda nima uchun shi deyilyapti? Chunki I bilan kelgani uchun. Yana bitta holat bor. S harfi bilan mana bunday Y bilan yasaladigan unlilar kelsa, demak bu holatda ham Sh deb talaffuz qilinadi. Bu yerda esa shyo deb talaffuz qilinadi. Yokida yo bilan keladigan boshqa unlilar misol qilib ko'ramiz. Masalan, bu yo harfi bo'lgani uchun, demak bu yerda shyo deb talaffuz qilinadi. Yana bitta holat bor. Bu harfimiz agar pachchimda kelsa, masalan, o't so'zida, demak mana bu ne talaffuz qilinmaydi bu yerda, faqat o talaffuz qilinyapti. Chunki unlilar bo'g'in boshida unli bilan boshlanadigan bo'lsa, mana bunday ne harfi bilan boshlanishi kerak, lekin ne talaffuz qilinmaydi. Shuning uchun bu yerdagi pachchimda kelayotgan mana bu S harfimiz nima deb talaffuz qilinadi? O't. Talaffuzga keladigan bo'lsak, O T. Demak, bizda mana bu T deb talaffuz qilinyapti Sh harfimiz. Nimaga? Chunki pachchimda kelayotgani uchun. Faqat endi bitta misol. Koreyslarda shunaqa qo'shimchalar bo'ladi, ya'ni mana bu qo'shimcha bor. Otga qo'shiladigan I qo'shimchasi bor. Agar shu holatda endi mana shu o't so'ziga I qo'shilgani uchun birga o'qiydigan bo'lsak, endi nima bo'ladi? Bu yerda T dan keyin I kelyapti. Shuning uchun endi mana bu T'miz bu yerda nimaga aylanyapti? Sh ga aylanishi kerak. Sababi nima uchun desak, chunki bu S harfimizdan oldin O kelyapti-da va S dan keyin I kelyapti. Demak, o'ni muhim emas, asosan muhimi I. S dan keyin I kelsa, esingizda bo'lsa, Shi ga aylanardi. Shuning uchun O Shi deb talaffuz qilinyapti. Xo'p, savolinglar bo'lsa mana shu bo'yicha yana berishinglar mumkin keyingi darslarimizda. Endi esa keyingi mavzuyimizga, ya'ni keyingi harfimizga o'tamiz. Va qaysiki bu? Ch harfi. Ch harfi yozilishi mana bunday. S ga juda o'xshash, tepasida shunchaki chizig'i bor xolos. Xo'p, talaffuzga keladigan bo'lsak, 3 ta talaffuzi bor. S, Ch, J va T. Qachon Ch so'z boshida, ikki unli o'rtasida yoki M, N, L harflaridan keyin kelsa J deb o'qiladi, pachchimda kelsa S kabi T deb o'qiladi. Misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, yozilishi demak, yozilishi S ga juda yaqin. Mana bunda yoziladi. Salbiy uzun qilib qo'ydim. Demak, Ch mana bunda yoziladi. Demak, A qo'shiladigan bo'lsak, bu yerda Ch A deb o'qiladi. Nimagaki so'z boshida kelgani uchun bu harfimiz mana bu yerda Ch deb talaffuz qilinyapti. Cha degani chada, ya'ni uxlamoq fe'lining o'zagi hisoblanadi. Endi agar bu fe'limiz ikki unli o'rtasida kelsa, ya'ni bu fe'limiz emas, bu harfimiz ikki unli o'rtasida kelsa, masalan K, A, yana o'sha Ch,
ch harfi keyin a kelsa, bu yerda o'qilishi qanaqa bo'ladi? K KJ deb o'qilyapti. Sababi nima uchun bu yerda J deb o'qilyapti? Sababi ikkita A ning o'rtasida kelyapti mana. Ikkita unli o'rtasida kelsa J deb o'qiladi. Yana boshqa misol, masalan, K A M Ch kelgani bilan, lekin bu yerda o'qilish qanaqa bo'ladi? K M J deb o'qiladi. Sababi nima uchun kamja deb o'qiladi? Mana bu yerda M harfidan keyin kelayotgani uchun Ch harfimiz M harfidan keyin keladigan bo'lsa, qoida bo'yicha mana demak, mana bu harflardan keyin kelsa J deb o'qiladi. Shuning uchun mana bu yerda kamja deb talaffuz qilinyapti. Yana bitta misol pachimda kelish holati. N A mana bu yerda demak T pachimda kelgani uchun bu yerda na T deb talaffuz qilinishi tabiiy, lekin bu yerda pachimda kelgani uchun T deb talaffuz qilinyapti. O'z qoida bo'yicha shu. Yana bitta istisno bor. Agar bundan keyingi keladigan so'zimizga e'tibor beramiz, qo'shilsa bu yerda o'zi nat degani, kunduz degani, kunduzda degan, endi qaysidir vaqtda deganini bildirib gapirayotganda karslar o'sha da qo'shimchasini qo'shib gapiradi. Albatta, shunda na te deb o'qiladimi? Yo'q. Sababi ikki unli o'rtasida kelib qolyapti bu yerda pachimda kelayotgan ch harfimiz, ya'ni na te bo'lmaydi-da bu yerda. Ya'ni mana bu t harfimiz endi nimaga o'zgaradi? J ga o'zgaradi. Nimaga desak, chunki ikkita unli o'rtasida kelayotgan hisoblanadi. Ikkita a bilan e harflarining o'rtasida kelgani uchun, demak, bu yerda j deb talaffuz qilinyapti. Pachimda kelsa, demak, pachimni o'zi bilan tugasa agar t, lekin undan keyin yana unli bilan boshlanadigan bironta qo'shimcha qo'shiladigan bo'lsa, nat so'ziga, demak, j deb talaffuz qilinadi. Pachimda kelgani bilan ham. Xo'p, yana bir savolinglar bo'lsa, bu harfimiz bo'yicha so'rashinglar mumkin bo'ladi. E'tiborga uchun rahmat.